Bugun aynan kasallikni otadan farzandga, onadan farzandga, ya'ni ajdoddan avlodga o'tib kelish ssenariysi haqida gaplashamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, qaysidir kasallik aynan avlodda ko'proq uchraydi. Shu ko'rinishda tushuntirish mumkin. Masalan, dadangiz 16 yosh bo'lganida qandaydir avariyaga, avtohalokatga uchradi va o'sha avtohalokat bo'lganidan keyin dadangizning ichida o'lim xavfi, aynan o'limga bo'lgan qo'rquv juda ham kuchli ko'rinishda hozirgacha yashirilmay ichida qolib ketdi. Va masalan, siz ham 16 yoshga to'lganingizda qanaqadir arzimagan voqea bo'ladida va siz har safar o'sha voqeada aynan qo'rquvga tushasiz, aynan o'lishdan qo'rqasiz. Masalan, bu qanaqadir arzimagan voqea bo'lishi mumkin. Shunchaki kechasi ko'chaga chiqa olmaysiz yoki kechasi svetni o'chirib uxla olmaysiz. Shunaqa odamlarni ko'rganmisiz? Aynan o'limdan qo'rqadigan va o'lim bizada hammamizda bor bu o'lim xavfi, qo'rquvi. Lekin ba'zi insonlarda bu xavf juda ham kuchliroq bo'ladi, qo'rquv yanada kuchliroq bo'ladi va o'sha qo'rquv aynan yashashga xalaqit beradi. Davomiy ko'rinishda aynan o'sha inson stress holatlariga uchrab keladi va aynan shunga o'xshagan voqealarni o'ziga ko'proq chaqirib oladi. O'sha voqealar o'sha inson bilan yuz beradi. Va aynan shu kichkina voqealar qaysi biridir aynan o'sha qo'rquvni, o'sha stressni uyg'otib yuboradigan, ya'ni trigger holati hisoblanadi va oqibatda inson qanaqadir masalan kasallikka ehtimoli katta bo'ladi. Masalan, reumatoid artritmi yoki bunaqa insonlarda sahr bo'ladi. Sahr yoki reumatoid artrit yoki masalan davleniyasi baland insonlar bo'ladi va oqibatda shunga o'xshagan kasalliklarga uchrashadi. Buning sababi o'lim xavfi, qo'rquvi kuchli bo'lgan hisobiga organizm, miyamiz bizni har doim jang maydonidek his qiladi. Bizning organizmimiz har doim jangga tayyor ko'rinishda bo'lib, hamma kuchini aynan tayyorgarlikka, qo'lni musht ushlab turishga yo'naltiradi va bizning immun sistemamiz sekin-sekin ishdan chiqishni boshlaydi, chunki butun energiya, butun e'tibor aynan himoya qilishga, o'zimizda bo'lgan o'sha ildizini sababini topib o'sha bilan ishlab, keyin o'sha ildizni uyg'otib yuborgan voqea bilan ishlagandan keyin kasallik asta-sekin ketishni boshlaydi.